Assalomu alaykum. Bugun sizlarga profat emlash taqvimini tushuntirib o'taman. Profat emlash taqvimi oilaviy poliklinika, oilaviy shifoxonada ota-onalar tomonidan juda ham ko'p beriladigan savollar bor. Ularni ko'rib o'tamiz. Vrachlar, hamshiralarga juda ko'p savol beriladi. Masalan, farzandim qachon, necha oyligida, necha yoshida vaksina oladi va qaysi vaksinalar isitma chiqaradi degan savollar juda ko'p beriladi. Bu savollarni bitta-bitta ko'rib chiqamiz va bundan tashqari qiziqtirgan savollarni ham berishingiz mumkin kommentariyada. Vaksina o'zi nima? Vaksina bu yuqumli kasalliklarni oldini olish uchun qo'llaniladigan preparat hisoblanadi. Vaksina birinchi kun chaqaloqqa virusli gepatitga qarshi qo'llaniladi. Chaqaloqning 2-5 kunlari BCG ya'ni sil kasalligiga qarshi vaksina qilinadi. 3-vaksinasi bu 2 oyligida qilinadi. Bu penta-1 qilinadi. Penta-1 tarkibida komponentli vaksina hisoblanadi. Bu AKDS, virusli gepatit V, HIV bor. Endi ularni tushuntirib o'taman bitta-bitta. Masalan, AKDS tarkibida ko'kyo'tal, difteriya, oqsholga qarshi kasalliklarni oldini olish uchun qo'llanadi va virusli gepatit B ga gemofili infeksiyalarni oldish uchun qo'llanadigan HIV vaksinasi ham bor. OPV bu bolalar falajini oldini olish uchun qo'llanadigan vaksina hisoblanadi. Rota bu rotavirusiga qarshi qo'llaniladi. Pnevmoniya bu zotiljam hamda meningitni oldini olish uchun qo'llanadigan vaksina hisoblanadi. Xuddi shunday immunitetni mustahkamlash uchun 3 oyligida ham AKDS qilinadi. Virusli gepatitga qarshi HIV, OPV, rota 2 qilinadi. Pnevmoniya 2 qilinadi. 5-vaksina, ya'ni 4 oyligida ham xuddi shunday penta, VP, HIV, OPV 3 va bundan tashqari esa poliomiyeletga qarshi vaksinaning ukoli qo'shiladi. 4 oyligida pnevmoniyaga qilinmaydi. Endi 9 oyligida poliomiyeletga qarshi ukolni ikkinchisi vaksina qilinadi. 12 oyligida 1 qilinadi. Bu qizambi, qizilcha, parotitga qarshi vaksina hisoblanadi. Va undan tashqari pnevmoniya 3 qilinadi. 16 oyligida AKDS 4 qilinadi, OPV 4 qilinadi. 6 yoshida 2 qilinadi. 7 yoshida esa farzandingizga AKDS M5 qilinadi. Bu difteriya, oqsholga qarshi va OPV 5 qilinadi. 11-vaksina bu qizlarga 9 yoshligida qizlarga VPH ya'ni bachadon bo'yni saratonini oldini olish uchun qo'llaniladigan vaksina hisoblanadi. Oxirgi vaksinamiz bu AKDS M6 hisoblanadi. Bu difteriya, oqsholga qarshi vaksina hisoblanadi. Oxirgi vaksinamiz bu 16 yoshligida tugaydi. AKDS M6 bilan. Endi savollarni ko'rib o'tamiz. Vaksina bu xavflimi? Yo'q, vaksina bu xavfli emas. Butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan millionlab bolalarga yuqumli kasalliklarni oldini olish uchun qo'llanadigan vaksina hisoblanadi. Vaksinalar isitma chiqaradimi? Isitma chiqaradi. Yengil isitma chiqaradi. Isitma chiqaradigan vaksinalarni endi ko'rib o'tamiz. Bular asosan qaysilar? AKDS tarkibli vaksina, penta uchalasi ham pentalar AKDS tarkibli isitma chiqaradi va qizarish joyida qizarishlar bo'lishi mumkin. Pnevmoniya ham isitma chiqaradi, oyoqda og'riq
keltirib chiqarishi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, qizlarga qo'yiladigan bachadon bo'yin saratoniga qarshi vaksina ham yengilgina isitma chiqarishi mumkin hisoblanadi. Bu vaksinalar hammasi isitma chiqarish nisbiy holatda hisoblanadi. Chunki bola organizm immunitet hosil qilish uchun immunitet hosil bo'ladi, isitma o'sha paytda chiqish ehtimoli bor. Eng ko'p savol beriladigan savollardan bittasi bu bitta vaksinani 3 ta, 2 ta yoki 4 ta vaksinani bitta holatda qilinadi degan savollar bor. Bitta vaksinani 3 ta, 4 ta 2 ta holatda qilinishi mumkin. Chunki organizm tomonidan mustahkam immunitet hosil qila oladi organizm. Bugungi mavzu profilaktik emlash taqvimi orqali sizlarga har bitta emlashni qachon qilinishi, qaysi bir isitma hosil qilishi, qaysida isitma yo'q tushuntirib o'tdim. Bularning hammasi nisbiy. Isitma haqida ham bundan oldingi videoda tushuntirib o'tganman. Bugungi video orqali sizlarga mazmun bo'lgan bo'lsa va sizga manfaatim tekkan bo'lsa, like bosishni unutmang.